tomoni eng chiroyli golga muxlislar ham ovoz berishdi. Uchtalik aniqlandi. Birinchisi Dayna Castellanos. Bugun u eslatib o'taman, eng yaxshi futbolchi bo'lish uchun ham da'vogar. Venezuelani yoshlar o'rtasida jahon chempionatida oldinga yetaklagan futbolchi. Yana bir da'vogar Olivier Giroud. Original zarba. Bunaqa gollar kam uchraydi. Aynan shu sababli Giroud uchtalikka kiritildi. Bu gol kirmaganda hamma xafa bo'lardi. Baroka jamoasi darvozaboni urgan gol. Shu gol yutmasa agar mayli, kim yutsa ham munosib, lekin shu gol yuta qolsin. Shu gal darvozabon yuta qolsin, eng chiroyli gol nominatsiyasini. Shu raqsi uchun ham yuta qolsin. Demak, Catherine Zeta-Jonesning qo'lida konvert. Shu konvert ichida kimningdir familiyasi yozilgan. Giroud yutdi, mayli. Endi to'g'risini aytish kerak, o'yinning darajasi ham inobatga olingan. Bu yerda Angliya Premyer Ligasi klubi a'zosi va bunday muhim uchrashuvlarda uriladigan chiroyli gollar yanada katta ahamiyat kasb etadi. Giroudga munosib sovrin bilan Giroudni tabriklaymiz.